Bunaqa katta mashinani bunaqa narxga menimcha topib bo'lmaydi-da. Nissan Armada, Nissanning eng katta внедорожник mashinalaridan. Buyog'i kuz yomg'ir yog'ishni boshladi. Baloningizga qarab qo'ying. Agar shu yomg'irda bitta tormoz bossangiz, kal balonda sirpanib ketib qolasiz. Balon qayerdan olishni bilasiz, to'g'rimi? Ha, o'sha bilib oldingiz, a? Asko do'konlarida. Hamma joyda filialligi ko'p. Kirib обязательно baloningizni yengilab oling. V8 5.6 motor. Buni повышенный rejimlari bor. Ikkita balon, 4 ta balon rejimlariga qo'yib olib olasiz. Ko'p benzin olasiz, kam benzin yeydigan qilsangiz bo'ladi. Misol uchun o'rtacha 15 litr menimcha benzin rasxod qiladi. Uni bosaversangiz, shunga qarab ketaveradi. Mashina taniq bo'lib turibdi, ya'ni 250 ming atrofida probegi, 2005-yil. Bu mashina kraskasi toza edi, menimcha kapotiga chaqa chuqasi bor edi, o'sha yerga sepilgan bo'lish kerak. Lekin bitta ko'rasiz-ku, necha pulga olganingiz yetmasangiz, bir 30-40 ming, 50 minglik mashinada yuribdi deb o'ylaydi. Lubbo odam 16900 ga bosib olsangiz bo'ladi. Ishoni olib eshakni tog' toshlarga minib chiqib ketsangiz ham, umuman nijalka emas, bu pulga olganingizdan keyin. Bosib oling, lekin mana shu yerda ketib qoladi. Sira like bosingda, hamma yaqinlaringizga tarqatib tashlang.